11 qism. Mundaq bo'lsin, men bugunla berib o ayol bilan ko'rshay. Siz o'rlashtirib bering. Andin mumkin bo'lsa, sizmi men bilan birga bering. Ikkimiz birga nasihat qilib, uni bu xiyoldan to'sib qolaylik. U talab qilgan pulni beraylik. Mashina bilan uyinimi ip beray. Loyiqni o'zlari topsin. Muvafiq to'yliq elib, chiqimlarini o'zim qilib, ikki inimning to'yini qilib qo'yay. Yana 2 yil yoki 3 yil texmi tirishsam, markalarga obraz vakili bo'lish fursatlarini ko'plab qo'lga keltirsam, ssenariy tanlab o'ltirmay, yanım ko'p filmlarda rol elishga qo'shilsam, bularga ketgan chiqimlarni tepib bo'laman. Pulning qarayiti chaqliq. Faqatla Mavluda apamdan voz kechishga qistimisa, boshqa shartlarni qabul qilay. Bu ish undaq oson bo'lmasmikan? Qandaq deysiz? Nemish qalsam bo'lmaydi? Birinchidan, Fatima degan o ayolning yinda ha deb dedegi saldigan, ish o'tadigan bir yontayqi bor ekan. Kimligini bilmadim. Ish qilib men ko'rishganda yinida o'zidan 5-6 yoshlar chammasida cho'ng bir ayol bor ekan to'q. Ikki gapning birsida gaplarga aralashib, Fatima degan ayolga undaqda, mundaqda deb ko'rsatma berib, mening qilgan gaplarimdan qusur tepib, sizni qariyamg'or tillab eskiga chiqarib, o'zlarining programmaga chiqishini tamoman yo'lliq qilib ko'rsatishga tirishib qolqanmidi. Texi deyishcha, agar siz beqish majburiyatingizni ado qilmasangiz, Fatima degan ayol sud mahkamasiga ustingizdan arz qilib, huquqini qo'g'disimi tamoman bo'ldi ekan. Xuddi qonunni ularni bilib, biz faqatla bilmaydigandek. O'zlari uydan chiqmay o'ltirib, xalqaro advokat bo'lishib ketgandek beklar chin qilib, voyaga yetkazib so'zlab ketishdi. Ularning gaplarini anglab, men tanqid etib turib qoldim. Hozirgi dehqon ayollarimiz shahar ayollaridan o'ta yomon bo'lib ketibdi-ku. Ishchim siqilib turganda chaqchaq qilmay gapning poskalisini dang-a. Ikkinchidan, balkim sizda katachulban qatnash olib turgan bu programmaning ko'rish nisbatini yanada oshirish uchun bo'lsa kerak. Televiziya stansiyasi o ayolga siz tarafdan murassaga taklif qilinib qolsa-mu, programmaga chiqishdan voz kechib ketmaslik. Qandaqlik qis qilib sizni programmaga tartib chiqarish haqida xizmat ishlab turdik. Astiritdan egilgan ahvollarga qaraganda, programma gruppasi Fatima degan ayolning mush programmaga siz to'g'riliq gap ko'tarib chiqib berishi, ham sizni majburlab mushsan programmaga qatnashtirish uchun sizga bergan programmaga chiqish haqqi bilan tan qilib 500 ming yen pul berdigan bo'pti. Mundaq ahvolda u ayol hargizmi sizning taklifingizni qabul qilmaydi. Shunga agar murassa qilib boqaman desangiz, nijosatga chalma etib o'zingizga chachirtib olsiz. Yo'lsiz odam degan shaxsiyat keladi. Sizga nima ish bo'lishidan qat'iy nazar, o'zining ishga mo'ljallik manfaatini ko'zlab qilg'uliqini qilaverdi. Agar cho'qim paranglish boqaman desangiz, u mo ixtiyoringiz. Men o'rlashtirib beraman. Ammo u ayol bilan ko'rishsangizmi, ishning natijasi o'zgarmaydiganligi ko'nglimga bashquldek ayon bo'lib turdi. Sizning oila ishingizga munosabatli mundaq ishlarda yana qaroringizni o'zingiz chiqarsiz. Albatta, qandaqli bo'lmasin, sizning fikringizni anglayman. Mayli, kelganni ko'raman. Urinib baxmay turib, eriydigan ermaydiganligini bilgili bo'lmaydi. Ish qilib bir ko'rishib baqay. Bana azroq bo'lsa-mu, mehri bo'lsa, yurkini undaq tash qilib olmas. Ma'qul amsa, qachonga o'rlashtiray? Bugun kechdilar. Jimjit, xaliroq joyga chaqirdim. Amal va kameradan yiroq joy bo'lsin. Bo'ladi. Amsa, siz zehningizni yig'ib rolni yaxshi e'lon. Men ketdim-a? Farida ko'zini bo'shqini yumushlab, beshini ding'ishtirib qo'ydi. Nurshot avval Faridaga, ondan kirimchik va kiyimchiklarga g'ayrat qilinglar degan ma'noda mushtumini qulang'itib qo'yib, guz dasab chiqib ketdi. Faridaning Nurshotga aloyidan topilib, jimjit xoliroq joyga chaqirdi. Amalba kameradan yiroq joy bo'lsin deb qo'yganlarni bir tiyin qilib, ko'rishish o'rinlashtirilgan joy kamerasiz emas, balki liqqida kamera va ko'zitish apparatlari charaqlab yenib turgan 10 necha jup esi to'yg'ug'i ega ko'zning diqqati ostidagi suratga elish maydoniga o'xshab qoldi. Aslida Nurshot ularni zamonaviy bezalgan katta tamoqxonaning ayrimxonasida ko'rishishga o'rinlashtirib, tamoqxona direktoriga atoyidan topilib turib, keladigan odam sonini aytib, xona zakaz qilib qo'ygan edi. Biroq hech kim o'ylamagan ediki, Fatima yenidagi cho'moqchi xotinni agashtirib, ayrimxonaga kirib kelgan hamonlar kaynidan kamera, mikrofon va foto apparatni ko'targan 10 necha muxbirmi iz besib kirib, ayrimxonaning o'ttirini egilab turgan g'oyat zo'r yumuloq ustalning bir tarafidagi bo'shliqni egilab, ko'tirib kirishgan laqil-luqillarni yerga qo'yib joylashtirg'ili turdi. Foto apparat ko'tirib kirgan bir nechasi ishning kirish bilan tang, hech kimning ruxsatini olmay turibla charas-churus qilib, necha parcha suratga tortib ulgurdi. Bu holni ko'rib,
boshda sal mangdigan Nurshad tezli o'ziga keldi va ushqandek berib ularni suratga tortishdan, sing'i elishdan to'sdi. To'xtanglar, suratga olmanglar. Qandoq degan gap bu? Nima ish ruxsatsiz surat tortisizlar deyman? Qaysi o'rindan keldinglar? Nima huquqinglar bilan xohlagancha surat tortisizlar? Nurshadning tirajab turib to'sishi bilan bir necha apparatning volildab yeniyotgan ko'zi harakatdan to'xtadi. Men Modi iqlim jurnalining muxbiri Parixon qiz bilan uzun yil tashlashib ketgan opasining ishlarini jurnalimizda e'lon qilish uchun ziyorat qilg'ili keldim. Men o'lkalik televiziya stansiyasining muxbiri ham riyosatchisi. 100 programma guruhiga vakolatan programma naqmadan suratga ilinishdan burungi suhbat ishlarini xotirligini keldim. Buningdan Fatima xonimning xabari bor. Meni programma guruhi Fatima xonim bilan birga avatgan. Bir necha muxbirning churuqlab so'zlab ketishlari bilan arvohi ushqan Nurshad ko'zlarini sat olaydi. Qig'udek boshqa ishinglar yo'qmasizlarmi? Ana bola ishkelan odatdagi ko'rishib birga tamoq yesa, endi shunimi xabar qilib yezib, gazetga, jurnalga bosqil tursanglar, ashu yozgan nimalarni, ishlagan gazet jurnalinglarni bir kim ko'ramdi zodi. Demak, bu xonimning Parixon qizning o'z opasi ekanligini e'tirof qildinglar, shundaqmi? Eg'zimdan chiqdi saqlamga yomashdi deb bir odam gapdan beshni chiqarmasdan saqal g'irishmay turgansizmi? Nim gaplari bo'lsa, ular o'zlari deyish hal qiladi. Sizlarning orilish huquqinglar yo'q. Parixon qiz o'z ruxsat bermasa suratga ololmaysizlar. Suratga tortolmaysizlar. Bo'yin tovlab qilsanglar, atli xizmatinglardan quruq qilishinglar mumkin. Gapni men shunchalik deb qo'yay. Eng yaxshisi ularni tinch tamoq yegil qo'yib, narsalarni yig'ishtirib qaytib ketinglar. Siz Parixon qizning vositasi bo'lgan ekansiz. Tomosha sohasini va bizning xizmatimizni tushunishingiz kerak. Biz bu yerga xizmat o'rnimiz topshirgan vazifa bilan keldik. Parixon qiz degan jamoat arbobi, to'nilgan san'atkor, dangliq cho'lpon bo'lish sifati bilan taratqularning o'zi haqida xabar berishni cheklamasligi, mastonilarning o'zi haqidagi uchurlarni bilish huquqini chetga qoqmasligi kerak. Bizdek taratqular maqtab ko'kib turmasa, mastonlar yaxshi ko'rib himoya qilmasa, o'zada kim uchun, nima uchun cho'lpon bo'ladi? Bu gap bilan Nurshadning og'zi tuvoqlanib qoldi. U bir narsa damdikin degan umidda Faridaga qarab edi. Taratqular oldida azaldan kulib turadigan, eng yaxshi holati bilan yaxshi ta'sir qoldirishga tirishadigan bu qizning boyi so'zlagan muxbir qizni hozirla chaynab purkib etadigan-dek alpasda tishlarini o'chirlatib o'tirganligini ko'rdi. Nurshad bir chatoq chiqmag'iydi degan andishida Farida tarafga bir qadam siljishiga u qahri bilan varqirab, tirnoqlariga qip-qizil lak surilgan qo'lini shiltig'inicha das o'rnidan turdi. Ismi nima sening? Qaysi o'rindan kelding sen paqim boshqasiga? Boshliqning ismi degina? Hozirla ishki putingni bir pay o'tib chiqib, zuvonini o'chirib qo'ymaydigan bo'lsam. Uning shunchaki vaqirab o'rnidan turishi bilan tang bayatın biri jimib qilishgan aparat ko'zlari tushma-tushdan valildab yenib, Faridaning ochiqlanib, qo'lini shiltagan, g'azablanib, odam tillash sababidan o'ngi o'shgan, peshoni va qo'shimlari tartishib, satlashib ketgan chiroyi ashu aparatlar tarafidan suratga tortib olindi. Ularni hech kim to'sib qololmadi. Farida aslida Fatima opasi bilan birga bir vaqt tamoqni birga yeyishni ko'ngliga bukkan. Fatimani eliqi cho'moqchi ayolni birga elib keladi deb o'ylagan, ammo buncha ko'p muxbirni agashtirib keladi deb xiyoliga keltirmagan bo'lg'ashqa, na yordamchisini, na qo'g'dug'uchilarni elib olmagan. Faqat vositachisi Nurshadni agashtirib kelgan edi. Endi bo'lganda qo'g'dug'uchilarga telefon qilib chaqirsa, albatta ulgurolmaydi. Ular kelgan taqdirdimi allaqachon suratga tortilib bo'lgan ishlarni yuz bermaganga chiqara olmaydi va ularning fotoapparat, telekameralarni yig'ib ololmaydi. Ko'ngilsiz bir kayfiyatda o'zining oldiraqsonlik qilib qo'yganligini his qilgan Farida bu qitimqi suhbatdan yaxshi natija chiqmaydiganligiga ko'zi yetib, qaytib ketishni qaror qildi. U nima qilarini bilmay shumshiyib o'ltirgan Fatima opasiga jahli bilan birni olaygandan keyin o'z ishlari bilan mashg'ul bo'layotgan muxbirlar to'pini kesib o'tib sirtqa maqdi. Voy, Farida xonim, nega maqdingiz? Apangiz bu yerda saqlab o'ltirsa, bir eg'iz gapni qilmay, ahvol so'rabmi qo'ymay chiqib ketib borsiz ya? Bu gapni anglab,
shartli kayniga burilgan Farida o'ziga qarab bo'ynini lekildatib so'zlayotgan, yuzlarini qo'yuq doni xurak izi qaplagan ayolning Fatima opasining cho'moqchisi ekanligini pamladi. U bu ayolga javob bermay yo'liga mengishni o'ylab turib edi. Cho'moqchilikni oxirigacha qilmasi ko'ngli unamagan ayol Fatimani noqushlab, beqinidan yo'lab, ko'tirganchilik qilib o'rnidan turg'izib qo'ydi va uningga gap qila degandek qilib, o'ptalla bilinarlik ishorat qildi. Voy qizim, o'pkingizni besiling. Tamoqni yeb bo'lib ondan men. Men siz bilan ko'rishman deb Ataydan shuncha yiroqdan keldim. Fatimaning shu tapdagi turqi va ayni xonadonlik teatrlaridagi uvolchilikqa uchirgan didaklarga o'xshaydiki, rolini olaman desa, balkim Faridami o'nchilik o'xshatilmasligi mumkin edi. Uning bechorlik to'kilib turgan taqdirqi, chiroy ifodasi janobiy muxbirlarning esdashligini qo'zg'atgan bo'lsa kerak. Telekameralar bilan fotoapparatlar tangli uningga markazlashdi. Atayin men bilan ko'rishgili kelgan odam nima qilyaptingiz kaynozga olib kuchuklarni agashtirib? Bu meni qasdan qiynaqoldi qo'yganingiz bo'lmaydi nima? Ayrim o'ltirib tamoq yegash paranglashamiz desam, tas qapsiz g'arib sayatni qaytishlashga yetkirek odam boshlab kelgili. Mushu meni qizingiz o'rnini ko'rganingizmi? Faridaning oli kuchuklar deb zodi kimni ko'zda tutganligini belgilab bo'lmaydi. Ammo bu gapni o'ziga ilib olgan heliqi cho'moqchi ayol darhalla qaytirma hujumga o'tdi. Cho'lponda hurmatingizni qilib qo'ysa, to'la odam tillamang, ha? Ishinamsiz? Mush yerda qilgan har bir gapingiz atilib butun jamiyatga pur ketadi. Buni sen demisanmi, men yaxshi bilaman. Kim seni katiblik taklif qildi? Bu ishlarga yotlar aralashmasini o'zimiz hal qila olamiz. To'la tishimni qayrishtirmay berib ishingni qil. Voy, ana tarbiyasi ko'mgan odam mushundaq eg'izi sat cho'ng bulamdi nima? Qarab turib o'zining opsi dematlik mendek xotinga tilsib yuriydi ya. Qandaq pozitsiya bu? Cho'lpon deganmi mushundaq bulamda? Yana deyishi vasa ahvolning borgan siri o'ziga foydasiz bo'lganligini pamlagan Farida ün tinsiz ketib qilishni tanladi. Uning bak ko'p talash tartish qo'zg'ishini xolamaydigan Nurshadmi kasbiy chaqqonligi bilan kelibla uning oldida yo'l boshlab, belikidan tortib sirtqa elib chiqib ketdi. Ular chiqib ketayotganda yeliqi cho'moqchi ayolning Faridani har nimalarni deb dartmalab tillayotganligi. Muxbirlarning heliqi laquluqlarini so'ragunicha ularning keyindan qo'g'lab kelayotganligi ayon bo'lib turdi. Farida Nurshadning himoyasi bilan mashinaga chiqib, ishini yepishiga bir to'p ko'pchilik taraf-tarafdan kelib, mashinaning to'rt atrofiga yepishdi. Bu ishlardan jili bo'lib, yig'ilib etayli deb qolgan Farida qo'llari bilan yuzini to'sib, to'xtamay suratga tortib, sinig'i ilvatganlardan o'zini qochirib o'ltiradi. Mang tasdiq qilgan muxbirlar to'pidan yiroqlab ketib bo'lib, keyniga qaragan Nurshad Faridaning o'pkidab yig'lab o'ltirganligini ko'rdi va uningga tasalli bermoqchi bo'lib, eg'iz etishiga Farida pang'ida yig'lab ketdi. Bular bilan murassa qilib bo'lmagidak. Atayin chaqirgandan o'zini kelmay ishtimishlarni agashtirib kelib, hammasini yamashtirib qo'yibsa, shu turqida gap yamda ola. Balasini ayashda bilmagan shu holiga onalik da'vosi qiladi dedi. Mushundaqmi opa bo'lamdi? Ist, onundek bir rezil ayoldan tug'ilib qolganim. Bo'ldi, endi men bu yuz xotirni qayrib etay. Nurshad, siz programma suratga ilingan kunni ham munosabatli ishlarni deyishib tayyorlik qiling. Ya qaynamdan chiqaman, ya sayramdan. Bu ishga to'g'ri yuzlanmay qutulg'ili bo'ldigandek turmaydi. Tasalli uchun eg'izni o'mallab turgan Nurshad uning gaplarini anglab, o'ylaganlarini ichiga yutib etdi ham uning qarab, ko'zni yumushlabgina tabassum qildi. Buningdan uning g'ayrat qiling devatganligi belinib turadi. Farida Fatima opasi bilan ko'rishgili berib, tamoqxonadan o'sal bo'lib qaytgan kunning ertasidan boshlab Fatima uni taraf-tarafdan izladi. 100% programma korpusidagilardan surishtirib edi. Ular bu ikkisining muvaffaqiyatli holda suhbat elib berib, fikrda birlikka kelib olishidan, ochiqrog'ini aytganda, bu son programmani suratga elib tarqatish ishining so'g'i chilishib, yo'q chiqishidan ansirab, uning uchurini tepbagili zinhor unumidi va
Bunda qilishimiz hammasi Pari xizmat ishxonasining talabi bilan bo'lgan. Pari o'zi uchurlarini sirtqa oshkorlamaydi debla hamma gapni Paridaga döngab qo'ydi. Yana texi nega berib, nada turdi, kimlar bilan ko'rishib, nima deyishidi, Parida bilan munosabatlik odamlardan kimlar bilan izlashidi degandek uchurlarni egallab, vaqti-vaqtida guruhiga xabar qilib turishi uchun uning kayniga payliq chizib qo'ydi. On ikkinchi qism. Shu kuni yenidagi hiliqi yaqinining oqsoqollik qilishi, odam ko'p yerda bo'lishiga chichangshib, nochi degan atoqni olaman deb to'xtamay qarqirishi bilan Fatimaning bu ishni tinch yo'l bilan hal qilish xiyoli barbod bo'lgan va Paridaning oldida g'ijillik tortib ketgan edi. Aslida Parida u talab qilgan beqish haqini bersa, oyma-oy pul avatib tursa, qachon pul so'rasa shu chog'da bersa, go'zal shaharlarga opirib o'ynatsa, sayohat qildirsa, eliqi Mavluda degan sho'ri qurg'ur xotinni izlamas bo'lib, uning bilan orini uzsa, ham o'zi va ikki inisi bilan orini uzvatmisla, bu programma yoki muxbirlar orqali uningga tahdid selishning, uni zo'rlab turib bu programmaga tortib chiqishning ojizdimi yo'q edi. Yana aslida ashu kuni heliqi yaqini bir opdan ishga aralashib, muxbirlarni chaqirib kelmagan bo'lsa, Parida tamoqxonaga kirmayla ishlog'i chat kirib, o'zi xohlagancha so'zlab, o't ustiga yog' chechib yurmagan bo'lsa, qizi bilan programma sirtida suhbatlashibla maslahatni pishirgan bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Heliqi yaqini bekardilla bir muncha tarangshib paydo qilgan avorchilikni sizga yaxshi bo'lsin deb shundoq qildim. G'aymingizni men yemasam kim yeydi? Bu qiz boladan zodi umringizning oxirigacha xayzlisingizmi bemalol yetkidek pul shilvolmasangiz bo'lmaydi degandek palapatish gaplari bilan o'zininkini yo'lliq qatorga chiqarganda yana ish nima deyolmadi. Uni aralashtirsa, buningdan boshqa ishlarni buzadiganligini pamladi va uningga doktorxonaga boraman deb qo'yib, o'zi yolg'iz Paridani istab, har tarafga paloqshidi. Heliqi yaqini nab chiqadigan yerda ishlarni oldiga tortib, qaror chiqarib, Fatimaning o'rnida valoqdakkurlik qilgani bilan uning jafosini tortadigan, chiqimlarini to'laydigan ishlarga kelganda bir ishlarni bahona qiladi-da, xuddi parga aylangandek birdamdala g'oyib bo'ladi. Shunga u doktorxonaning gapini anglabla Fatima uchun nomor elish haqqi, tekshirtish chiqimi to'lab qilishidan, doktorxonada uni yo'lab qavat mengib qilishidan ansarda bo'lg'ay, qandaqdir jiddiy bir ish chiqib qoldi. Fatima bu qaytim qizini shunchalik ko'ngil qo'yib, kalli ishlatib, zehn qo'yib izladiki, butun hayotida mundig'roq astoydil bo'lgan chog'lari bo'limi oz uchraydi. Uning asyadi Parida bilan boldurroq ko'rishib, paranglashib, programmaga chiqadigan ishning ro'yobga chiqib qolishidan saqlanish, ishlarni tinch yo'l bilan hal qilish edi. Ammo qiyishqandek shuncha tirishchanlik ko'rsatsimi, Paridaning hech qanday uchurini egilolmay ko'ngli yerim bo'ldi. U o'yladi: agar ona bola ikkisi mushu programmaga qatnashib, san-pan deyishib qolsa, oraga tushadigan sovuqchilikni bir umr tirishibmi o'ngshab bo'lolmaydi-da, bu puldor ham cho'lpon qizidan mangulik ayrilib qoladi. İşler şunda qolsa, ham Paridadan majburiy holda beqish rasxodi talab qilib, muvaffaqiyat qozonolsa, xeyli ko'p pul undirib olaydi-yu, uningdek tilla to'kiladigan daraxidan mahrum qoladi.
Mushu sabablar bilan har yan pitirabmi Faridaning derkini ololmagan Fatima o'z go'shini o'zi yegudak bo'lib 2 haftani o'tkazdi. Programma bevosita tarqatiladigan kunlar yetib kelgan seri programma guruhdagilar uni to'la izlab chaqirtib olib, munosabatlik ishlarni tushuntirib, nima deydiganligi, ekranga qandoq chiqadiganligi qatorliq ishlarni to'la rapidis qildirib, aslida yerim ko'nglini yanamo parakanda qilibdi. Farida yeliqi tamoqxonaning ayrim xonasidagi ko'rishishdan mag'lub bo'lib, Fatima opsi va muxbirlarning oldidan yig'lab yenib chiqqan kunning ertasidan boshlab shu kunki ishlar ko'ptirib yozilgan xabarlar butun taratlarni bir oldi. Uningdan keyingi kunlarda bari ulg'uyib, necha hassa bo'lib, yo'qlari qo'shilib, chiroyliqini singishib, e'lon qilinaverib, passiv xabarlar nalarda uchib yurishga boshladi. Faridani biladiganligi odamlar bu ishlarning rost yolg'onini, to'g'ri xatosini surishtirmayli ishinib qilib, uni yomon otqa bilan qaytadan to'nidi. Taratqularmi bu ishda shunchalik kuchidiki, xuddi Farida bu dunyodagi eng razil ayoldek, uning buncha askarligida tomosha sohasida davomli turishga salohiyati to'shmaydigandek, butun dunyodagi kishilar birlashib uni tukirib o'ldirvassimi ozliq qiladigandak bo'lishib ketdi. Ko'plagan qiyin qiziq mastonalar Faridaning har xil obrazi tushirilgan cho'ng taxtay surat, lozunka va plakatlarni ko'tarib olishib, Fari xizmat ishxonasining sirtiga to'plashib olib, adab eliqi suratlarni ko'ydirdi, yirtdi, dastlab chayladi va shu qilmish atmishlarni suratga elib to'rg'a yo'llab, uningga bo'lgan kuchli g'azab nafratini bo'lishiga namoyon qildi. Ularning deydigan bor yo'q gaplari Fari bizning qalbimizdagi cho'lpon bo'lishga munosib emas. Uningdek vafoga jafo qiladigan, tuqqan opsini tunimaydigan, baxmaydigan, beqilish qo'limi bermaydigan, tug'ilib cho'ng bo'lib olib, ota-onasini tashlab o'tgan razil alvastining tomosha sohasida turishga, dangliq cho'lpon bo'lishga salohiyati to'shmaydi. Bu sohani qalaymiqon qilmay, darhol yo'qolsin. U rol olgan kinolarni, programmalarni ko'maymiz. U aytgan naqshlarni anglamaymiz. Bizga undaq axloqsiz san'atkor kerak emas deganlardan iborat bo'ldi. İşlarning bir domlabla munchvala yomonlashib ketishini o'ylabmi baxmagan programma guruhi har qaysi taratqularni bu ishlarni ko'ptirib, kuchab xabar qilishdan to'sib qolmoqchi bo'ldi. Ammo foydasi bo'lmadi. Shunda qilib, Farida rol ilayotgan Xan sulolasi davri orqa ko'rinish qilingan ko'p qismli televiziya teatrimi majburiy holda to'xtatib qo'yildi. U obraz vakili bo'lgan yanfon, grim bo'yimlari va televizor qatorliq bo'yimlarmi uning obrazini ishiltib, tashviqot elib berishni vaqtincha to'xtatdi. Bu ishlarning passiv ta'siri bilan shunchaki sirtqa chiqib sozimi, muxbirlar va qeni qiziq sarang mijoz mastonalarning qurshovida qilib, necha qitim behuda tayoq yeb, yurak oldi bo'lib ketgan Farida ishdan chiqishga jur'at qilolmay, turalg'isiga qaytolmay mehmonxonaga bekinib oldi. Odatda minglab kishilar qiyin ahvolda qolsa, shular ichidan birisiga bo'lsa-mu yordam qilish xiyoliga kirib chiqmaydigan bu o'tmirak, fidokor odamlar o'zlari tunimaydigan, faqat eliqi taratqular e'lon qilgan suratlarni ko'rgan Fatima otliq bu xonimning qattiq uvalchilik uchirganligini, ming jafoda tug'ib, beqib cho'ng qilgan qizining cho'lpon bo'lib elibla o'ziga vafosizlik qilib tashlab o'tganligini. Mundaq ishni odatda vijdonini ishtiyab ketgan nejislarning qilmaydiganligini og'izdan ko'p yenib qog'ichi so'zlashib, o'zlaricha hayajonlanib, suratlarni ishlab, videolik qilib, tillab, forbat va har qaysi film suqlariga chiqarishib, kuchli fikr hosil qilishdi. Ular ishning oqibatini o'ylamadi. Faridaga tushuntirgudek fursatni berishmadi. Ishlar barg'an siri yomonlashayotgan bir paytda
100 programma gruppasi mushu programmaning dangliq riyosatchisi Dolqin Alining ekranga chiqishi bilan videolik xabar e'lon qilib, dangliq televiziya cho'lpini naqshchi Farida Qodir va uning bilan salbiy xabar tarqalgan, uning opsi deb atalgan Fatima xonimning 5 kundan keyin suratga e'lonlangan 100 programmasiga qatnashib, o'zlarining kechirmishlarini hamda bu ona bola munosabatiga oid haqiqiy ahvolni so'zlaydiganligini. Shuninggacha keng ko'rurmanlarning, shundaqla mastonalarning o'zlarini besib olib, programma tafsilotiga diqqatini berishini unutib qolmasligini cheklab o'tdi. Bu video ozg'ina necha soat ichida million odam qaytim chekilib, ularning bu programmaga qatnashadiganligini bilmagan, xabar topmagan odam qolmadi. Buning bilan programma gruppasi mazkur programmaning ko'rilish nisbatini shiddat bilan oshirish maqsadining tunji qadamini o'ngishli besib oldi. Endi 5 kungacha xatar yetib, eliqib Farida ona bola o'lib ketib qolmasa, qolgan ishlardan g'am yeyishning o'rni qolmagan edi. Ularning gul qaqalari ichilib, kulkidan ko'zlari purlashib ketgan shu daqiqada Farida bir yoqda sovuq hujurga solinib, yiqiqtab, yig'lab, Fatima bir yoqda yuragini mo'jib, unsiz yosh to'kib, Mavlida yana bir yoqda qizidan g'am yeb, yum yig'lab parakandi edi. Faridaning holidan, talada bo'layotgan parakandi ishlardan kechikib xabar topgan bir qiz, ya'ni Faridaning to'liq o'tir maktabda belli o'qigan, 3 yil bir partada o'ltirib, ijil inoq o'tgan, yiligacha quyuq aloqasini saqlab kelayotgan jonjigar do'sti Jonongul bu mezgilda tug'ut paydidan dam ilayotgan bo'lib, qaynonasining ko'ziga kirib olishi, hadisla tug'utliq ayol televizor ko'rsa bo'lmaydi, sirtqa chiqsa bo'lmaydi, telefonga to'liq qaramang, ko'zdan ketisiz, yotqanni chumkab, yo'ginib aram elang degandek buyruqlari sababidan jamiyatdagi xabarlardan butunlay xabarsiz edi. Qaynonasimi u to'y qilgan 4 yildan beri biror qitim qarasini ko'rsatib qo'ymay, mana endi tug'ib yotganda osmondan tushgandek paydo bo'lib qolib, Jonongulni uni qilma, buni yema, bu yerga chiqma, bu yerga kelma deb ogohlantirib, xuddi yasli bolasini boshqurgandek boshquradi. Yoshda cho'ng yana kelib ochiqlab qog'ili oralla turadigan bu tarsa momay bilan hech qanday ishni chiroyli maslahatlashga bo'lmaydi. Gap ditiga yoqmasla barqirab jarqirab o'yini beshiga kiyadi. Shu orqali qo'rqitadi, gapiga kirgizadi. Saranliqni yetkichi qilib, hammasini ma'qul degizmigacha bo'ldi qilmaydi. Shunga u tug'utidan sog' salomat turib, o'zining va bolasining holidan xabar og'dak bo'lganda bir amal qilib yurtiga yo'lga sep qo'yaman deb o'ylab, momay bilan ortiq tirkashmay, buyruqlarni joyida bajo keltirib dam ilayotdi. Shundaq kunlarning birida uy xizmatkori ko'zlari aloq-jaloq holda uning hujrasiga kirib keldi va eshikni o'qdan taqagandan keyin yoniqonini uningga tanglab turib, "Xonim, qarang, bu sizning ilqi cho'lpon do'stingiz Farida xon qiz emasmi? Uning bir ish bo'g'a o'xshaydi. Necha kun bo'ldi, u to'g'riliq nachar xabarlar butun torni bir oldi. O'lishkin ko'kda setib ag'il chiqqan chig'imdimi, ko'cha do'xmistiki kitobxonning oldi qo'yib qo'ygan ilqi gazet jozda uning rasmlari tushirilgan gazetlar turibdi ekan. Hep ko'rib boqsam, sopli yaxshi bo'lmagan xabarlar ekan. Birla emas, butun gazetlar asosan shuning xabari bilan to'shib ketibdi. Men buni ish bo'g'ini faqat bilamadim. Cho'ng xonim sizni televizor ko'gili yong'in ishlatkili qo'ymagandikin xabarsiz qoldingiz aqchon. Shuni sizga deb qo'yay deb. Jonongul uning qo'lidagi yong'inni elib ko'z yugurtdi. Ayol o'tmayla uning chiroydagi xotirjamlik jiddiylikka, orqadan g'azabga aylanib, oq pishmoq chiroyi po'kandek esilib qizardi. Voy, ma ishni qanday gap bu? Necha kundalar bir muncha ishlar bo'lib ketibdi desa? Qani, gizit bormi? Jonongul xizmatkoriga hozirlik topshirib bering deganda qilib qo'lini tangladi. Xizmatkor
damonliqqa nima deyishni bilmay turib qilib duduqlabgina javob berdi. Gizni ular shu yerda ularni men shu yerda ko'rgan setib olmabdiman. Bo'lmasa chiqib akraymi? Xizmatkori shundoq deb aloqa mangdi. Oldirab ketgan Jonongul uni chaqirib to'xtatdi. Bo'ldi, chaqilmang. O'zim telefon urib baqay. Mening yanfonim nerda? Ha, uni cho'ng xonim o'zi bir yerga tiqib qo'ydimikin, menga bermagan. Amsi sizninkini ishlatay. Opamga deyman, ha? Yo'qay. Jonongul bir ko'zi ishikli holda Faridaga telefonni berdi. Qayta urib ketgan bo'lsa-mu, telefonni oladigan odam chiqmagandan keyin Jonongulning ichi titrab, yig'lab etayli deb qoldi. U o'yladi. O'zining shaxsiy telefon nomerini Farida tanıydı. Xizmatkorning telefon nomerini bilmagachga talodagi patparaqchilikdan ham maroqchilarning avar qilishidan qochib, bu nomerdagi telefonni olmagan ekan. Shularni xiyoldan o'tkazgan Jonongul Faridaning yanfoniga "Men Jonan, o'zimning yanfonini qaynonam tiqib oldi. Bu xizmatkorimning yanfoni. Tez telefonni ol" deb qisqa uchur yo'llab qo'ydi. Ondan yanfon ekranidagi soatga qarab, texi 10 sekund o'tmasdala Faridadan xizmatkorning yanfoniga telefon keldi. On 13. qism. Öldüngmi? Birini tug'dim deb nimancha yo'qolib ketsan? Telefon olinishi bilanla pang'ada yig'digan Farida bu amroq do'stiga ashundoq do'q qoldi. Jonongul uyidagi ahvollarni qisqa tushuntirgandan keyin asli maqsadga o'tib, "Texi hozirli xabar topdim adash. Jamiyatda bular bo'lmas gap so'zlar uchib yurganda qiladi-ku. Zot qanaq ishlar bu?" Nimisini dey jinim adishim. İlk sahradagi opam. Meni tug'ib bo'lib tashlavatgan o'z opam Fatima meni 100% programmasiga chaqirtib, shu yerda televiziyada bevosita taqdirlangan programma naq maydonida mening ustimda shikoyat qilmoqchi ekan. Meni o'z opasini tashlavatdi, cho'lpon bo'lib olib dehqon opasini to'nimas qisaldi, olidan xabar olmadi, beqishras xodimi bermadi degandek uchay to'qim gaplari bilan ayblamoqchi ekan. Ochiqdan ochiq tuhmat emasmi bu? Programmaga chiqmay chiroyli paranglish hal qilaylik deb tamoq chaqirtib ekanman. Kim bilsin, o'zi yolg'iz kelmay bir to'p muxbirlarni agashtirib kelibla ishlarni qalayimqon qilyapti. Shuning nassilgi bo'lmamdi. Hozir hamma yana pasib xabarlar qaplab ketdi. Muxbirlarning ko'ptirma xabarlariga ishinib ketgan mastamlarning qo'rshab hujum qilishidan qo'rqib, sirtqimi chiqamay o'ltirdim. Mushundaq yomon chaqda hajab bir yo'qab ketding senmi? Faridaning yig'lab turib aytganlari Jonongulning yuragini og'ritdi. U do'stini mondaq ig'ir ahvolda qoldi deb o'ylab boqmagan edi. Jiddilashib ketgan Jonongul o'zining yangi tug'utliq ekanligini unutib ketgan edi. "Kechirman, bilmabdiman jinim. Xabar topsam shu holda yolg'iz qo'yamdim seni. Hammani qilgan ashu o'shiq kipitoli qaynonam. Bo'ldi, bularni deyishmayli. Sen hozir nada? O'rningni degan hamma yaningga boray." Yengili yangidan tex qirqin chiqmadi. Sirtlarga chiqib o'tirliqda mengib yurma. Hozir hamma odamning ko'zi menda. Sen bilan yaqin o'tadiganligimni taratqilab pishiq biladi. Kim biladi, sening o'yingning atrofida paylaqchi bormi texi? Ishikdan chiqib men tarafga kelsanglar, turayotgan joyim pashib qoladi. Bo'ldi, sen kelma. Programma bevosita taqdirlangan kuni imkon yarata olsang, shu agili berib men uchun ishga g'izgab qilib berasan. Men bu ishlarni o'ngishilishi uchun shu kungi ishlarga umid bog'ladim. Ondaq yer bo'lsin mayli adash. Lekin sen o'zing yaxshimi jinim? Ondaq yig'lab o'zingni aldirib qo'yma yana. O'zingni tutib ol. Ondaq yig'lab o'zingni aldirib qo'yma. Ishlarga dadil yuzlangan apoq adishim. Sen bir qaysarg'u? Xeyli japalar oldida titrab baxmagan turib, japa sutiga palovatiga o'lishay deganda, endi yig'lasang qandoq bo'ladi? Men yig'lamay kim yig'laydi jinim? Mushundaq bo'lishini kutganmidim men. Shuncha vaqtdan beri men bilan kar bo'lmagandikin, meni kichigimdan tortib tashlavatgandikin, bir umr kar bo'lmaydi deb o'ylabdim men. Danqim chiqib, ostili pul topgan jig'imda izlab kelib chaplashib oldi deb kim o'ylagan? Shurugim og'rib ketyapti jinim adishim.
Fatima degan ayolni apa deganmi kelmaydi. O mening 10 yillik tirishchanligimni, Mavluda opamning meni deb bir umr tatgan jafolarini bir tiyin qilib, hamma natijalarimni obro'-inoatim bilan qo'shib yer bilan yeksan qilyapti. Ko'nglingni yerim qilma. Hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadi. Yanada Mavluda opang bilan yana men baq qilsam. Ko'nglingni to'xtat, ha? Osmon ko'mtirilib tushirgan ish bo'lsa-mu, oydek chiroyingdan kulkangni yo'qotma. Amal qilalasam, maraqchilardan yoshirinchi bo'lsa-mu yaningga boraman. Bek imkon bo'lmasa, programma kuni berib yaningda turaman. Chiroyli yuzlaringni yosh bilan yuyma. Kulib tur jinim. Menga ishon, ishlar cho'qim yaxshi bo'lib ketadi. Do'stining muhabbat balqib turadigan tasallisi Faridaning yuragini xeyli yashatdi. Bu gaplarni anglab, uning ruhiy besimi yengillab, ishonchi ochdi va 10 kundan beri tunji qitim chiroyiga kulgi yugurdi. Ma'qul jinim. Sendan olamcha minnatdorman. Yinimda bo'g'iningga, hayotimda bo'g'iningga rahmat. Yüzme-yüz programmasi bevosita tarqitish naq maydoni. Rangarang chiroqlar ostida bahayvat ko'rinadigan zalga tomoshabin sifatida safdan qatnashuvchilar liqqada to'shib o'ltirishgan edi. To'liq tayyorlik holatda o'z xizmatlarini boshlagan telekamera, chiroq, mikrofon, cho'ng ekran va boshqa aslihalar bugun katta bir yig'ilishni butun dunyoga tarqatmoqchi bo'lgandek, har bir kishiga so'r hayvi bilan yuzilinib turadi. Sirtdan qatnashgan tomoshabinlar qatorining oldidagi ratda 4 nafar alohida takliflik ustozlar o'tirishgan bo'lib, ular odatda mushu programmada o'tirib qo'yilgan fikrlarga to'g'ri maslahat berish, psixika tarbiyasi ilib berish, turmushdan maslahat berish, ziddiyatlarni tahlil qilish va yarashtirish tarafdori bo'lish, nachara omillar bo'lsa ko'rsatib berish, uvolchilikqa uchirganlar haqida to'g'ri gap qilib, masalaning ochqichini tepib chiqish, eng oxirida ishlarga baho berish vazifasini o'taydi. Bugun ulama dаңliq bir cho'lpon haqida bo'linadigan paranglarning qiziqtirishi bilan hayajonlari davrab o'ltirishgan bo'lib, ichidagi 2 nafar alohida takliflik ustoz bilan Faridaning ko'ngli yaqin edi. Qolgan ikkisi ancha yaqin o'tmagani bilan Faridani faqat tanımaydiganlardan emas edi. Rejissor, film ishliguvchi va xizmatchi xodimlarning barliq tayyorliqlarni oxirlashtirishi, operatorlarning boshlasak bo'ladi deb uchur berishi bilan kostyum burulkasini qatirib kiyib, qip-qizil galstukini chiroyli taqib, chechini ko'ptirib yostib olgan yosh riyosatchi To'lqin Ali salmoq qadamlar bilan sahnaga chiqib keldi. Har qaysi operator va telekameralarning to'hfisi bilan zalning udulidagi cho'ng ekranda uning salobat bilan mengib kirib kelgani ochiq ko'rinib turadi. U zalning o'ttirida to'xtab, alohida takliflik ustozlar va tomoshabinlarga qarab, yengil egilib salom berdi, ondan riyosatchilik so'zini boshladi. Salam aziz tamam. Programmamiz har haftadagi o'xshashda. Bugun men yana dal vaqtida sizlar bilan yuz ko'rish oldi turibdim. Bu yerda programmamizning xarakterini aytib o'tmasam-mu, hammanglarga tanishtirib deyman. Necha kun ilgari tarqatgan programma uchurimizni aytib o'tganimizdek, bugungi bu son programmamizda hammamizga tanishib bo'lgan dаңliq kino televiziya cho'lponi, moda naqshchi Farida Qodirxon qizning bir qator oilaviy ishlari o'rtaga chiqmoqchi. Albatta, Farida xon qiz ustidan shikoyat qilish orzusida o'zligidan programmamizga qatnashishni talab qilgan yana bir xonim bizga bu masalaning tugunini yechib berdi. Qani, programmamizning bugungi mehmoni bo'lgan shikoyatchimiz Fatima xonimni sahnaga taklif qilamiz. Riyosatchi so'zni oxirlashtirib, sahnaning so'l tarafidagi 3 bosqichliq palampay oldidagi tomni ko'rsatib, qarshi elish maqsadini bildirdi. Shu hamon o'ltirganlar orasidan kuchli chavoq yangradi. Palampay oldidagi tom o'ttiridan ishik bo'lib echilib, yarishimliq kiyingan, chechini ratlik tarab tugib olgan 50 yoshdan oshgan Fatima kirib keldi.
Omo sahnaning o'ttirg'i kelib, riyosatchiga va o'ltirganlarga yengil egilib salom qilgandan keyin arqa sahnadan ko'tarib chiqqan mikrofonni eg'iziga akilib, programma gruppasidagi repetitsiya mas'ul xodimning o'rgatgani bo'yicha xodimga salom berdi. Aktyorimiz Farida Qodirni qizg'in chavaklarimiz bilan qarshi olamiz. Riyosatchi shundoq deb, boya Fatima kirgan eshikning qarshi tarafidagi yana bir 3 bosqichli palampayni ehtirom bilan ko'rsatdi. Ondan guldiras olqish sadolari ichida o'ma hayajon bilan chavaq chaldi. Tam eshik bo'lib ochilib, qora ranglik uzun ko'ylak kiygan Farida egiz pashilliq oyoqi bilan avaylab mengib sahnaga kirib kelganda, tixmit-tixmit bo'lishib o'ltirishgan tomoshabinlar ichida qiqas selib churqirashgan, siqirtgan, uning ismini chaqirib varqirgan sadolar kelishga boshladi. Ondan top ichidagilar o'zligidan tashkillanib Farida endi hech kim meni yaxshi ko'rmaydi. Mastonlarimmo mendan voz kechib ketdi. Kishilarga ko'rinibli qolsam, taraf-tarafdan hujum qilib, meni qiyin ahvolda qo'yadi deb o'ylagan edi. Ammo hozir ahvol yaxshi tarafdan chiqib, uning ko'nglidagi vahima ko'chaga chiqsalar, urg'i qilishdek andishalari biroqli yo'qoldi. Shunga u cheksiz minnatdorlik ham suyunish tuyg'usida tomoshabinlar va takliflik ustozlarga qarab egilib, ham bosh lang'ishtirib so'z qildi. Salom qadrdon ustozlar, aziz tomoshabinlar, söyümlik mastonlarim. Shundaqla televizor oldida o'tirgan barliq ko'rinman do'stlar. Har bir kuninglar xayrli bo'lsin. Men aktyor do'stinglar Farida Qodirdan hammanglarga muhabbatlik salom. Uning yaqinliq ovozi bilan qilgan dabdabalik so'zlari barcha dillarga qaytadan hayajonli hislarini tortib o'tdi. Yana guldiras chavaqlar, qiqas cho'qonlar yangrab, zal ichini zil-zilga keltirib o'tdi. Buningdan yanama ishonchga to'lgan Farida kulib turib, gapini davomlashtirdi. Ekran orqali sizlarga salom bermaganimga bak uzun bo'ldi. Xizmat aldirashchanligi ham ommaviy faoliyatlar bilan bo'lib, televiziya stansiyasiga kelib baxmaganimga xeyli vaqt bo'lib qoldi ekan. Bugun meni shunchalik qizg'in qarshi olganlarga qarab, o'zimni sizlarga yuz kelmaydigandek his qilib qoldim. Bu munosabat bilan sizlardan tovanchilik bilan afv so'rayman. Shundaqla menga muhabbatli qarshi elishlari bilan do'stonlik bildirgan barcha qadrdonlarga samimiy tashakkurimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Bugun o'z opam Fatima xonim meni bu programmaga taklif qilib, sizlar bilan jam bo'lish fursati yaratib beribdi. Buning uchun hurmatli opam Fatima xonimdanmi cheksiz minnatdorman. Chavaqlar uzilmay chelinib turdi. Varqirgan, chirqiragan, madad berib ismini tovlagan ovozlarmi besiqib qolmadi. Bu holdan huduqib, mangdib qolgan Fatima chikib puklanib, yuz berayotgan ishlarga bo'lgan hayronligini o'zi yo'shray desimi, ko'zlari oshkorlab o'tiradi. U Faridani qayt ko'ginidan xush bo'ldi. Burni echishib, yig'lig'isi keldi-yu, boshqa bir g'ashlik ichida sal ma'yuslanib qoldi. Chunki u aslida tomoshabinlarning Faridani buncha qizg'inlik bilan qarshi elish ifodasi bo'ladi deb o'ylab boqmagan edi. Boshlanishda Faridaning izo ahonatlarga qilishidan ansirgan, ham yuragi ansiz so'qib, yig'lig'usi kelib qolgan edi. Ahvolning o'zi o'ylamagan yerdan chiqqanligini ko'rib, sal esiz his qildimi, ishqilib borgan seri kayfiyati tushib ketgili turdi. On 14-ci qism. Xush geldiniz Farida.
Programmamiz nomidan, ya'ni shaxsan o'z nomimdan bugungi programmamizga qatnashib berganingizga bek rahmat aytaman. Oddiy klubimizga qadam tashrif qilib, ko'nglimizni oydek nuroni qilib o'tdingiz. Tashakkur sizga. Xush bo'ldim. Rahmat To'lqin. Siz bilan yana ko'rishganimdan xushalman. Rahmat. Endi Farida bugun bu yerga alohida bir maqsad bilan jam bo'ldi. Ahvoldan sizmi xabar topdingiz. Aman yuzlanmasak bo'lmaydigan ish emasmi? Shunga tomoshabinlarni bekmi saqlatmasdan programmamizni boshlab ketamiz. Bo'ladi, boshlab ketaylik. Jafo chekadigan bo'ldingiz. Jafo emas, programmamiz va ko'rmanlar uchun xizmat qilish mening sharafim. Qani, marhamat. Riyosatchi shundoq deb Farida o'ltirishga tegishli o'rinni adab bilan ko'rsatdi. Farida tartimliq, nazokatlik holatini o'zgartmay, asta berib joyiga o'ltirg'uchimi barliq kishilarning ko'zlari uningdan uzilmadi. Hurmatli mehmonlar, aziz ko'rman do'stlar. Ko'rayotganinglar stansimizning naq maydondan bevosita tarqatilgan 100% programmasi. Navbatda bugungi shikoyatchimiz Fatima xonim qizim deb atagan takliflik mehmonimiz Farida Qodirxon qiz ustida o'tirib qo'ymoqchi bo'lganlarni aytib o'tdi. Diqqatimiz Fatima xonimga bo'lsin. Jup ko'zlar Fatimaga markazlashib, zal ichi chivin ussa anglanigidek jimjitlikqa mahkum bo'ldi. Fatima o'ziga tikilib qarab turgan sonsiz ko'zlardan har qancha qilibmi o'zini qochira olmadi. Shu topdiki besim, sur hayba, qo'rqinch uni bir tishlamla qilib qo'yotdi. Kelgan ekan cho'qim gap qilishi kerak. Programma gruppasining boshida o'qtirg'ini bo'yicha nima demoqchi bo'lsa, ko'ngilda qandoqligi o'mlar bo'lsa, mush yerda aniq demasi bo'lmaydi. O'ltirgan alohida takliflik ustozlar uning uchun adolatni yoqlab beradi va kelgan tomoshabinlarmi birlikda Faridani ayblab, uni bu opsig'i to'lam va beqish rasxoti berishga qistishib beradi. Shularni o'ylab, sal ko'ngli tingan Fatima dadillik bilan eg'iz ochdi. Men sizlar ko'rib o'ltirgan bu katta cho'lpon Farida Qodirning o'z apisi. U bo'lsa mening 10 oy 10 kun qo'saq ko'tarib, qattiq to'lg'oq yeb, men bir mushaqqatda bu dunyoga ko'z ochqizgan arzuli qizim. Fatimaning dag'dug'i bilan boshlagan gapi hamma ko'zlarni, barcha ko'ngillarni o'ziga ram qilgan bo'lsa, Faridaning vujudidan kuchli g'azab, nafrat, ochiq alam qaynamoqda edi. Fatima ko'zlaridan teshib chiqayli deb qolgan ochchig'ini ichiga yutib, zo'rg'i kulimsirab o'ltirgan Faridaga lappida qarab qo'yib, gapini davomlashtirdi. Hammanglar bilasizlar, bola degan onaning jini, yurak parisi. Bir ona o'z farzandini dunyoga ko'z ochqizish uchun oz bo'lmagan badallarni to'laydi. Hammadan muhimi, ona o'z hayotida xavf yetish ehtimolligining nihoyat zo'r bo'lgan tug'ut ishida jinidan kechib turib bolasini yengiydi. Uningdan keyin shu bolasini beqib qatorga qo'shish davomida yana ko'rmanglagan jafo mushaqqatlarni beshidan kechirib, ondan uni o'zi mustaqil hayot kechiraligidek, o'zidan ayrilsimi bemalol jinini jon atkudek iqtidorga ega qiladi. Jahondagi hamma onalar mana shundoq ulug' va jafokash. Jumladan, menmo ana shu jafokash onalarning biri bo'lish sifatim bilan ko'z oldinglardagi bu go'zal cho'lpon qizni ming bir mushaqqatlarda qo'saq ko'tarib, tug'ib, beqib cho'nqigan. Biroq men faqatla o'ylamagan edimki, hala bugungi kunlikda u dong chiqarib cho'lpon bo'lib, oz to'lib pul topgandan keyin ko'ranglab aslini unutib, mendek bir sahrolik dehqon opisini tashlab etdi. İzdab kelsam ko'rishgili unimidi. Mendan o'zini qochirish uchun yonfon nomerini o'zgartib, hatto o'ltirayotgan uydanmi ko'chib ketdi. Albatta, ko'z yummayman. Buningdan burun ancha-muncha pul pechak avatib berib, holimizdan xabar ib turgan. O'zimi bir qitim sahrodek uyimizga berib bizni yo'qlagan. Ammo shu qitimliq yo'qlashdan keyinla u butunlay boshqacha bir odamga aylandi. Sahradagi xishkesakdan qo'pirilgan uylarimizni, chat cho'rlari uchib turgan ho'yli aramlarimizni ko'rib, bizdek ota-onasidan, o'zi tug'ilib o'sgan u uylardan nomus qildi bo'g'ay. Ashu kuni xo'shmi demay ketib qolgancha biz tarafga ikkinchi oyoq bosmadi. Telefon ursaq og'il unimidi. Urumchidagi uyiga izlab borsak, boshqalar uni ko'chib ketdi dedi.
Uni izlab bütün Urumchini qizvatgan bo'lsam, faqat izlaydigan olmadim. Sizlar o'ylab beqinglar. Maqsadi bizdek nomrod, qiyri, ojiz ota-onasidan va xizmati tuzuk kirim manbai bo'lmagan inalardan o'zini qochirish bo'lmasa, shuncha valla kuch sarf qilib, nanalarga ko'chib, yonfon nomerini almashtirib, bizga o'zini ko'rsatmay yuramda. U mushunda qilsa, mening tug'ib beqib singdirgan ajrimga 100 kilolamdi. Bo'yniga mindirib yurib, nima desa royiga beqib, erki malikidek baqqan dadisiga 100 kilolamdi. Ailemiz namrat bo'lg'ashqa, uning qo'sh kezak ishki inisi oliy maktabda o'qiyanmidi. Undaq bo'lmagan bo'lsa, ularni a'lo natija bilan maktab bitirib, jamiyatda bir kichik o'rin tutib xizmat qilib pul topgan, bizni yo'qsizlik dastidan halsiratmagan bo'ladi. Agar shundaq bo'lgan bo'lsa, bizningmi bu cho'lpon xiyni hojatimiz tushmaydi. Bizni tashlabasa bo'pti deydik. Izdimisa hamon bir kun hojati tushganda izlab kelishi mumkin edi. Ishlari utuq tilab jimmidi yashayverdik. Lekin hozir ahvol o'xshamaydi. Men qiyirib qoldim. Dadisimi yashinib kasalchan bo'lib qoldi. Oliy maktabda o'qiyanmaganlikdan ikki inisimi yaxshiroq xizmat topolmay aplab-saplab o'tyotdi. Demak, oila ahvolimiz yaxshi emas. Oldingi mezgilda ko'ni uyimizni chiqib qaytadan silish ehtiyoji bilan azroq iqtisodga muhtoj bo'lib qoldik. Men ming bir xijilchilik ichida uningdan pul so'rasam, u shuncha valla katta cho'lponlik nomi bilan menga bir vaqt tamoq yegidek pulni tutqizib qo'yib, mushunga uy silinglar deb qo'yib o'ltirdi. O'ylab beqinglar, men degan uning opisi tilamchi emas. Men uy sog'il pul kerak desam, uning menga qanday muomala qilganligini ko'z oldinglar keltira olamsizlar. Pul degan xashlanib tugaydi. Mol dunyo degan mu odamga mangulik boqibanda emas. Yana biz qolamiz, opa, bolam deyishib yashaymiz. Bugun bo'lmasa hamon bir kuni bir so'rinda birga o'ltirib qolamiz. Shu kunlar kelganda u bizdek ota-onasi qilgan atganlarini bizni tashlab atgandan o'ylab yurigi o'rtanmasmi? Yana desam yig'lab tashlaydigan qilaman. Ish qilib bizning o'tirimizdek ahvollar mana shundoq. Shu men bugun mazkur program orqali uni vijdon so'roqiga tatmoqchi. Bu so'roqning hisobidan chiqalsa, qilganlarini to'g'ri deb qarasa, umumaydi. Navodi kichikini vijdoniy engi bo'lsa, yurigi mehr muhabbatni tuysa, o'zini tuqqan, boqqan, mushu kunga o'lashtirgan ota-onasini tunisa, ham bolalik burchini bo'yniga elishni xohlasa, mushu yerda hammanglarning ko'z oldida uningdan bolalik mas'uliyatini ado qilishini, yinimizda turib holimizdan xabar olamagan taqdirdimi, turmushimizni bir izg'i silvog'idek ozg'ini beqish rasxoti berishini talab qilaman. Bu yerda o'ltirgan har bir aylaningmi bizdek yashangan ham ojiz ota-ona uchun adolatni yoqlaydiganliginglar ishinaman. Yosh vaqtida bola tug'ib, beqib, yashanganda igichaqsiz qilish, bolasi hayot turib ota-onasi bilan kar bo'lmaslik bekli azobli bo'ladi ekan. Fatima ana shularni deb, mishildab yig'lganicha so'zdan to'xtab, yonchuqdan oldin tayyorlab olgan qo'lyog'ligini chiqarib, yeshini so'pkili turdi. Uning shu topdagi holati to'limi bechora bo'lib, gaplari anglaganlikka odamning ichini serildiradi. Zalda o'tirgan barliq ko'ngillarda Faridaga nisbatan g'azab uyg'otsa, insoniylik haqida ikki eg'iz so'z qilg'isini keltiradi. Mundaq programmalardan talay sallarni suratga ilib pishib ketgan, shikoyat qilguvchilarning o'z huquqini qo'g'dash uchun hamma gapni deb baqadiganligini, oqni qora, qorini oq qilib ko'rsatishdanmi yonmaydiganligini, o'zining qilgan atganlarini chiroyliqini taxta beshiga ep qo'yib, boshqalardan ketib qolgan zarracha xatoliklarni kuchab, ko'ptirib so'zlaydiganligini allaqachon tunib yetib bo'lgan ziyrak riyosatchi To'lqin Ali Fatima so'zlayotgan har bir daqiqada uningga va Faridaga diqqat qilib turdi. Fatimaning dakki ichida ko'zlarini Faridadan qochirib turib so'zlayotganligini payqadi. Boyadan beri yepqin marjon tizgandek ratlik etgan gaplarini to'limi ustalik bilan o'ylanib, qaytib pishiqlab, ham mashq qilib tayyorlaganligini his qildi. Onundan ilgirki talay son programmalarda qatnashquchi taraf fikrini dadil o'tirg'a qo'ya olmay, boyi deb bo'lgan gapini yeridan keyin qayta takrorlab dapsilib yoki demakchi bo'lganlarni unutib qolib tuduqlab, riyosatchi og'ziga sepasa minnatdor bo'lib, optopdak ejiyib ketgan ishlar ko'p bo'lgan. Biroq Fatimaning riyosatchining askartishiga unutib qolganlarni samiga silib qo'yishiga ehtiyoji tushmadi.
ehtiyoji tushmayli qolmasdan uzun yil riyosatchilik kasbi bilan shug'ullangan kishilardimi pastda tepiladigan salmoqliq, o'zni tutib olish, gapdan ozmaslik ham bir boshlagancha oxirgacha so'zlab to'xtashdek alohida ahvolni namoyon qilib, uning ko'ngliga gumon selib qo'ydi. U Fatimani to'limi hiylagar quv ayol ekan. Parining uni opam deb e'tirof qilib turibmi, yana uningdan o'zini qochirishida cho'qim alohida sabablar bor deb o'yladi. Uzun yillik xizmat tajribasi jarayonida pishib yetilgan zeraklik har kishiga har bir hodisiga qarata yuksak tafakkur bilan muomala qilishni talab qiladi. Bo'libmi bugünkidek mushu sohada to'lqin yerib ilgirlayotgan tirishchan bir aktyorning mushundoq bir hiylagar, sherin suxan ayol tarafidan tunjuqtirilishi uning ko'nglini g'ash qiladi. Shunga u masalaning tub yiltizini echib, munozirani yuqori pallaga ko'tarish uchun Fatimadan ochiqlik so'radi. Undaqda Fatima xonim, ko'nlarda gap yuzda yaxshi, usul tuzda deydigan bir gap bor. Hamma gaplar ochiq bo'lingan ekan, iqtisodning ishimi ochiq bo'lib ketgan tuzuk. Siz Farida xon qizdan qanchalik beqish puli talab qilmoqchi yoki qanchalik turmush xarajati bas ondan rozi bo'lasiz? Buni bu yerda deyish bermay, programma sirtida kengashib olsaqmi bo'lar? Fatima riyosatchining bundoq savol so'rashini o'ylamaganmi yoki hamma odamning ko'zchila Faridani so'roqqa tortib adablab bersa, pulning ishini odam yo'q yerda oylim deyishib olaman deb o'ylaganmi aytavur, shu savol chiqishi bilan qizirib, totirib, ko'zlari aloq-jaloq bo'lib ketdi. Meningcha mush yerda deyishaylik. Sizmi o'ylig'ingizni tatinmay aytavering. Pulning ishini bu yerda deyishib talash-tatish qilishib yursakmi bo'lmas. Boshqalarning vaqtini olmayli. Meningcha boshqalarning yetarlik vaqti bor. Bu programma naq maydondan bevosita taqitilib, 1,5 soatdan 2 soatgacha davomlashadi. Shuninggacha hammalarning vaqti bor. Bu yerdagilar hammasi bugun atoydan mush ishlarni bilish uchun bu zalga yig'ilgan. Siz aslida mu talash-tatish qilish uchun meni bu programmaga chaqirgan. Shunga ortiqcha takalluf qilishning hojati yo'q. Boya riyosatchimi deb o'tdi. Gap yuzda yaxshi, usul tuzda. Shunga mendan talab qilmoqchi bo'lganlaringizni tatitmay ochiq aytib-versangiz, ahvolga qarab maslahatlashsak, bu yerda o'ltirganlar, shundaqla televizor oldidagi tomoshabinlar bu jarayonga guvoh bo'lsa tamamen bo'ladi. Fatima xuduksirabgina riyosatchiga qaradi. To'lqin Alimo Fatimaga qarab, shundaq, ochiq aytib-versangiz tamamen bo'ladi degan ma'noda bosh langshitib qo'ydi. Ko'ngli sal tingan Fatima nazarini uningdan yo'tkab, rat o'rindiqlarga to'shib o'ltirgan sirtdan qatnashchilar va alohida takliflik ustozlarga qaradi. Hammaylar uningga madad berayotgandek, aytganlarini qo'llash tarafdori ekanligini bildirayotgandek, chekitda qarashib o'ltiradi. Qandaqla bo'lsin, ochiq bir gap qilmasa bo'lmaydiganligini his qilgan Fatima gelini qirib qo'yib dedi. Amdi qizimdan undaq yuqori so'mada pul talab qilmasam yaxshi bo'ladi. Lekin bizning haqiqatan oila qiyinchiligimiz bor. Shularni hal qilmasak bo'lmaydi. Kon uyimizni chiqib, o'rniga yangidan uy soldigan ish. Shunga 5 million yuan bersa, meningcha bu pul Farida qizimga eg'ir kelmaydi. Uningdan keyin andin 2 inisini o'ylaymiz. Bir yurishdan uy beramiz. Birdan mashin ipamisak, bir tijoratning yo'lini boshlab beramisak, yana bo'lmaydi. Demakchi bo'g'ingiz 5 million yuan berganning sirtida 2 inimga bir yurishdan uy, birdan mashina ip berib, ularni to'yini qilib qo'yib, yana har birisiga birdan tijorat so'rini berishim yoki iqtisodiy kirim qog'idek sharoit hozirlab berishim kerak ekanda. Biz shunday o'ylagan. Biz deganimiz kimlar? Bilib baqsaq bo'ladimi? Faridaning dadasi va 2 inisi. Bu javobni anglab, haqiqiy mutaalanın hammasi bayon qilinib bo'lganligiga ko'z yetgan riyosatchi hamda o'zining o'ylaganlarini so'zlash fursatini Faridaga berish kerakligini tushunib yetdi. O'dildiki cho'ng telekameraga qarab so'zildi. Daqiqa o'tmayla uning dadil turgan qiyofati cho'ng ekranda namoyon bo'ldi. Aziz ko'rmanlar, sevimli tomoshabinlar,
Biz boya Fatima xonimning barliq shikoyatlarini va talabini anglab chiqdik. Endi so'zlash navbatini Farida xon qizga bersak. Umi bu ishlar to'g'risida o'ylaganlarini aytib o'tsa qanday? 15 qism. O'ltirganlar qizg'in javoblar bilan bu fikrni qo'llaydiganligini bildirib o'tishdi. Farida riyosatchi va safdan qatnashchilarning rag'bati bilan asta o'rnidan turdi va mikrofonni qo'liga oldi. Aslida fikr bayon qilguvchilar Fatimaga o'xshash o'rinda o'ltirib so'zlayversimi bo'ladi. Lekin u minglagan, millionlagan ko'rurmanlar televizordan bevosita ko'rayotgan bu programmada boshqalarga akavorlik qilgandek tuyg'u berib qo'ymaslik uchun egiz qashilliq oyoq kiyib kelganiga bu ishlarni tushuntirib qo'g'icha uzoqroq o'rtirib qoladiganligiga qaramay o'rnidan turib so'zlashni loyiq topdi. Hurmatli ustozlar, tomoshabin do'stlar, televizor ekrani oldidagi so'yimli ko'rurmanlar. Baya Fatima apam bir ananing kirmang japa mushaqqatlar bilan bir balni qo'saq ko'tarib, tug'ib, beqib qatori qo'shqanligini aytib o'tdi. To'g'ri, u meni qo'saq ko'tarib, jinni alqiniga ip qo'yib tug'ib, bu dunyoga ko'z ochqizgan. Buningdan hargizim tanmayman. Biroq biz shuni unutib qolmasligimiz kerakki, dunyoda it mushuklarmi, qo'y kalalarmi, qurt qo'ng'izlarmi, hatto hasharotlarmi bola tug'di. Yoki tuxumlab andin bola chiqirdi. Ammo bu yerdagi farq shuki, ular hargizmi o'zlarining bolasini tug'ilgan aman tashlab etmaydi. Yani kelib, ko'z oldinglarda o'ltirgan bu ulug' onadak, hurmatga sazovar Fatima xonimdak o'zining yurak bag'rini yerib jismidan to'kilgan mushtumchilik bir narsida bolasini tug'ilib 5 kunmi bo'lmasa axlattonga tashlab etmaydi. Fatima xonim, siz boya og'zingizga tegmay onaliq da'vosi qilib, tug'ib, beqib, cho'nqib qo'ysam, cho'lpon bo'luyliklar meni tashlab etdi. Mendek opsini to'nimini deb ketdingiz. Bu yerda sizdan so'rab baqsam, sizning meni qo'saq ko'tirib tuqqanligingiz ras. Lekin beqib cho'nqig'ingiz, o'qitib, tarbiyalab cho'lpon qilib qo'yganingizmi rasmi? Siz rastli shu ishlarni qildingizmi? Shuncha ko'p shikoyatlarni o'tirg'a qo'ygandan keyin bu munozirada so'zsiz yangiman deb o'ylagan Fatima qizining bu ishlarni so'rab chiqadiganligini, shuncha odamning oldida o'zining mushundaq rasvolachi Çavusni ayımay çıtqı yeyitishini o'ylab baxmagan edi. Yana so'rab baqsam, mening bolaligim sizning esingizda bormi? Ikkimizning bal vaqtimga tava bir apachi bo'lsa-mu birga tushgan surtimiz bormi? Farida degan bu ismni menga siz qo'yganmi? Yo'ldishingizning, ya'ni siz tilg'agan dadamning ismi Sattar turib, nemishqa mening familiyam Qodir atilib, Farida Qodir bo'lib qoldim. Bu yerda o'ltirgan mehmonlarning va ekran oldidagi ko'rinmalarning oldida yuqorqi savollarimga javob berib baqamsiz. Faridaning bu savollaridan aloq-jaloq bo'lgan Fatima yeliqi yaqini o'g'itib qo'ygan taktika bo'yicha gapi oqmasa, beshamlik qilishni tanladi. Qaranglar, mana qaranglar. Dunyoda mushundaqmi yo'g'anbash qiz bo'lamdi. Opsini so'roq tatish, shuncha odamning oldida ya hurmatini qilmay, qilch aymanmay do'q qilib ko'zini chekchaytish, qanday odamning qo'lidan keladi, ha? Har qancha bo'lsa-mu mushundaq bir hurmat qilamda. Hey, tinchlaninglar. Mumkin bo'lsa o'zinglarni tutinglar. Kechiring Fatima xonim. Programmamizning xarakteri bo'yicha aytganda, har qaysi qatnashuvchilarning o'z fikrini to'liq bayon qilish huquqi bo'ladi. Bay siz so'zlaganda, toki siz so'zdan to'xtig'icha Farida xon qiz gapingizni bo'lmadi. Eng oxirgacha jimjit quloq solib angladi. Hozir uning so'zlashini o'tdi. U o'z fikrini to'liq o'tirib qo'yib bo'lish kerak. Ko'pchilikka ahvolni aniq tushungandek fursat berishimiz kerak. Shunga sovuqqonlik bilan uning gaplarini anglab baqsa qanday? Beshamlikning sal hayli bog'lig'ini pamlagan Fatima bu usul bilan Faridani heliqi çavlanıp bekrak çuvub o'tirg'i tashlashdan to'sib qololmaydiganligiga ko'z yetdi. Yengib chiqishga bo'lgan ishonchi bir baldoq tuvallash bilan billa o'zini to'limi bechora, yor yuraksiz his qildi. Riyosatchining xushbeillik va eg'ir besiqlik bilan aytganlarga ortiq bo'yin tovla qilolmay, og'ziga udullab tutgan mikrofonni asta tushirdi. Shundala riyosatchi Faridaga qarab davomlashtiring degan ma'noda beshini lang'ishtirib qo'ydi. Men ismini bilsam, Mavluda Qodir ismli bir opam bor ekan. U meni kechalari bag'riga tengib, allaylab uxultib, kunduzlari hapash qilib yudib,
har yutum suv, har chaynam oshnonni o'z qo'li bilan yegizib cho'ng qilib, aqlimni bilgidek holga akagan. Men uningsiz yashamaydim. Umu mensiz hayotning ma'nosini topolmaydi. Ammo men amdilatin esimni bilgil turganda, oldinlarda o'ltirgan bu opam, ya'ni Fatima xonim tuyuqsizla osmondan tushgandekla paydo bo'lib qoldi. Ham o'zini men sening opang deb oldi. Billa boshlab kelgan hiliq odam mening dadam shumish. Ish qilib, musha opam shundaq dedi. Andın ular meni Mavluda opamdan ayirib yiroqlarga ib ketdi. Men Mavluda opam bo'lmagan turmushga ko'nammadim. Bu opam Mavluda opamdek kechalari meni quchoqlab yetib, allaylab uxlatmadi. Yeydigan ishdiganlarimni Mavluda opamdek o'z qo'li bilan yegizib ishkizmadi. Oldimga akilib qo'ydi. Yeyalsam yeb, yeyamsam osh yurdim. Kichiklikda ishtinimga sevitib qasam, Mavluda opam qilayotgan ishlarini qo'yib turib, boshqa ishdan almashtirib qo'yatdi. Buning uchun urmaydi, tillamaydi, ochiqlamaydi. Lekin bu opam ishtinimni almashtirib qo'ymaydi. Ham meni tillab tushganlab, quliqimni so'zib turib ochiqlaydi. Lay o'ynasam, kiyimlarimni maynat qilsam, yuzlarim maynat bo'lib ketsa, biror narsani buzib assam, bolalar bilan urushsam, Mavluda opam qaymaydi, urmaydi. Qo'limni tutib, ko'zimga qarab o'ltirib, mehribonlik bilan so'zlab, nasihat qiladi. Unda qilsam bo'lmaydiganligini tushundiradi. Yoki hech qisi yo'q deb bo'ldi qiladi. Maynat qilgan kiyimlarimni almashtirib, yuz ko'zimni yuyib, meni to'limi pokiza baqatdi. Biroq bu opam unda qilmaydi. Hamma ishlar uchun dushkanlanatdim. Kichikina bir ish bo'lsa, qattiq qayib ketadi. Hatto ba'zi kechlari tomoqmi bermaydi. Men bolaliqimda musha opam tarafidan xeyli ig'ir jazolanib baqqan. Mahalladagi bolalar bilan so'qishganim uchun to'xkatkiga solab qo'yilgan. Zimiston qishda yolg'iz qartozlig'ini chiqib, putim ushib qog'ili tasli qolgan. Ehtiyotsizlikdan tomoqni to'kib qo'yganim uchun to'xoning oldidan ochgan donni yeyishga majburlangan. Bu opam bilan birga turgan chaqlarimda bir haqiqatmi yangi kiyim kiyib baqqanimni bilmayman. Kiyimlarimning hammasi axlatliklardan terib kelinib, yuyib yamalgan kiyimlar bo'lib, dalkammisimi qistab zo'rlab kiyishga majbur bo'latdim. Ammo ishga inim o'xshamaydi. Ularga qimmat bo'lsa-mu, kiyim-kechaklarning, narsa keraklarning eng yaxshisi chiroyli qilib beriladi. Ularga qarab o'zimni bak bechora his qilardim. Lekin Mavluda opam bilan tursam undaq bo'lmaydi. U opam menga hamma narsalarning eng yaxshisini, eng chiroyligini ib beradi. Malikidek ko'rib e'tiborlaydi. Ko'zimdan bir tomchi yosh chiqqanini ko'rsa, chidab turolmaydi. Keyin bu opam va inilarim bilan birga turishga ko'namay, to'li yig'laydigan, kelimdan tamoq o'tmaydigan bo'lib qoldi. Bu opam meni Mavluda opamning yoniga olib qo'yish bahonasi bilan shu yerda bir mezgil turdi va uzoq mezgil turadigan bo'lib maslahatlashdi. Shunday qilib, men ikkili opam bilan birga turdim. Biroq shu jarayondami ikki opamning muomalasi ikki xil edi. Men zodi qaysisining o'z opam ekanligini aniq bilmaydim. Fatima opamdan qo'rqatdim, gumonsiraydim. Mavluda opamga butun vujudim bilan ishonatdim, ham yaqin turadim. Ular oqshomlari men to'g'riliq paranglashadi. Shu chaqda bildimki, bu opam, hurmatli Fatima xonim, men tug'ilib 5 kunmi bo'lmasda meni yo'gak bilan axlat to'ng'a tashlab atgan ekan. Mavluda opam meni ashu axlat to'ng'idan tepib olib, ib ketib beqibdi ekan. O'ylab beqinglar, 5 kunlikmi bo'lmagan kichikgina bovoqni axlat to'ng'a tashlab etibdi ekan. Harida so'zlab etib, to'kilib yig'lab ketdi. Riyosatchi va alohida takliflik ustozlar anglaganlarga bo'lgan hayronligini bosolmay, ba'zilari og'zini tutsa, ba'zilari ong beqib o'ltirib qolishgan edi. Ularning chiroyidagi echinish, afsuslik alomatlari mana men deb bilinib turadi.
sirtdan qatnashgan tomoshabinlardan nechisi yig'lab eqib ketgan bo'lib, o'zini tutib olgan, sal eg'ir besiqlarmi qayg'ularni yo'shirib qololmagan edi. Fatima uning bayonlariga qarshi chiqmadi. Hech nima demadi. Balki hech nima deyolmay, kirib ketay desa yer qattiq, chiqib ketay desa osmon yiroq bir holatda yerdan beshini ko'tarolmay ichiga tinib o'ltirib ketdi. Farida bir pas jimmada turib o'zini besib olgandan keyin davomlashtirdi. Keyin Fatima opam yurtiga qaytadigan bo'lib qilib, meni zo'rlab turib billa ib ketdi. Ammo men yanali ko'namadim. U yerdagi tugmas xo'rliqlarga, ikki inimga ayrim, menga ayrim qilinayotgan muomillarga, kichikgina xatolik uchunmi jonni og'udek jazolashlarga, hammasidan oshgan tomoqlarni yeyish va haq tashlab etgan kiyimlarni kiyishga, hadisli maktabga bog'liq qo'ymay, uy ishlariga silishlarga, shuninglik bilan tugamagan yaklash, chatki qiqishlarga zodilichi deyamdim. Shuning bilan Mavluda opamning yiniga ketdim. Ham bu opamning yiniga bog'liq unimidim. O yili men boshlang'ich maktabni bitirib, to'liqsiz o'tir maktabga o'rlagan edim. Shuningdan boshlab, toki to'liq o'tir maktabni bitirganga qadar meni Mavluda opam o'zi bir qo'liq beqib tarbiyalab, hamma chiqimlarimni o'zi qildi. Fatima opamdan bir tiyinmi pul talab qilmadi. Fatima opammo o'zini o'zi so'rab, menga qo'liqliqqa chaqliq bir narsa tanlab baxmadi. Balam edi deb bo'lsa-mu, oyda yilda bir haqiqatim izlab qo'ymadi. Men oliy maktabga o'tgan yili Mavluda opam Fatima opamni meni oliy maktabga yo'lga silishning tayyorligini maslahatlash uchun chaqirdi. Shu chaqda Fatima opam o'chiq qilib, "Mening uni o'qish uchun to'laydiganga pulim yo'q. Pulim bo'lsa-mu bermayman. Qiz bol degan talaning odami to'y qilib haqni uyiga ketdi. Hozir bir muncha pulni beshiga so'qib o'qitib qo'ygan bilan o'qib kadr bo'lolmaganni ozdab, yana haqning kendin kessa qilgan ajrimiz, xashlagan pulimiz nolga tang bo'ladi. Onun ustiga san'at degan atoydan o'qib kelib shug'ullanadigan ish emas. Ish qilib men hargiz pul bermayman. Cho'qim o'qitaman desangiz o'zingizdan so'ray. Bekorlik pulingiz bo'lsa o'qiting." deb qo'yib, biz bilan qilch kar bo'lmay ketib qoldi. Shu chaqda mush ish to'g'riliq xeyli qattiq azorlashib qoldik. Fatima opam pulni deb mening o'qishimdan, hatto mendan voz kechdi. Lekin Mavluda opam mening orzularim uchun o'zi tinimsiz jafo chekib, mo'chan-mo'chanlab pul yig'ib, meni oxirgacha o'qitdi. Fatima opam shu ketgancha meni izdabmi qo'ymadi. Telefonda ahvol so'rab qo'yg'inimi yarimidi. Men ishkirda oliy maktabda o'qiyotgan necha yilda bir haqiqatan Mavluda opamni yo'qlab ketmi qo'ymadi. Necha yillardan keyin u o'qitishni xohlamagan, tashlab etgan qizi o'qish bitirib kelib, kasbda utuq qazanib, ancha-muncha nomi chiqqanda, pul topganda, men sening opang deb izlab kelib bezirib o'ldirdi. Men uni opam deb e'tirof qilishni xohlamagan. Lekin Mavluda opamning orzusi bilan yanada uningga kang qo'saq bo'lishni tanladim. Kechirib etdim. Yenimdan, ko'nglimdan o'rin berdim. Mavluda opam bilan o'xshash ko'rish uchun tirishdim. Ammo uchu bu hurmatli xonim ko'rinishda menga opa bo'lganini bilan har tarafdan meni shulib g'ajilashga boshladi. Uning talab qilganlarini to'liq berib rozi qilib bo'lmadim. Lozim deganlarni ayol tutmay taxlab beribmi, nafsini to'yg'izib, yanchiqini to'shqizib bo'lmadim. Uy solman dedi. 300 ming yuanlik kartini qo'liga naqd tutqizdim. Kerak qilaman dedi. Necha tumanlab o'ndidorga otdim. İlgiri keyin bo'lib berganlarimni hisoblasaqmi 4 million yuanga yiqilishib qoladi. Lekin ular menbergan puli bilan ne uy sanmay, ne olaman deganlarni olmay, buzib chechib xashlab, hammani havoga so'ravatdi. Cho'lponning pul topmoqining o'yincho'la oson emasligi ko'pchilikka ayon. Bu ayol eri bilan o'g'illarining yuqori so'mliq tayini yo'q iste'mollari uchun mendan izchil pul talab qildi. Men o pullarni bularga asli turmushini yaxshilasin deb bergan. Biroq o'ylasam, o'zimga dushman tepib olibman. Keyingi ishlar sizlar bilgandek berib turib bermaganga chiqdim. Beqib turib baxmagan sanaldim. Men nima qildim deb o'ylabmi qo'ymay, onalik da'vosi qilishga, uning yuzi qizarmagan bilan menchi deyamayotman. Ona degan balasiga ajr singdirib beqiproq, ondan men sening opang deymandu. Beqishiq tegishlik chaqda tashlab etib, kar bo'lmay, pul topganda, yuz topganda izlab kelib, qaqti so'qtiqsi qandoq bo'ladi? Necha vaqtdan beri har qaysi taratqular shundoq bir ona uchun meni ayblab, rasvoyi olam qilib etishdi. Sizlarning kallanglar yo'qmi?
Dunyoda sababsiz ish bo'lamdi. Ma'qul, men eski bo'lay. O'z opsini tonimagan razil bo'lay. Endi deb yiqinlachu. Men zodi qanchalik razilkanman. Ko'z oldinglarda o'ltirgan bu suyimli Fatima xonimdimi bek razilmikanman? Bo'ldi, endi yetar. Gap qilmay turib bo'lsam, nima chaddingdan ochsan? Dunyoda sababsiz ish bo'lmaydi deb o'zing deding-ku baya. Mening til qisinchiligim, oila qiyinchiligim bor edi. Nurg'un ishlarni sen bilmaysan. Seni qasddan tashlab etmadim. O'chaqda shundoq bo'lib qoldi. Qandoq bo'lib qoldi, ha? Bag'ringizda yerib tushgan qizingizni o'z qo'lingiz bilan tashlab etmasangiz, Teğe yer tepilmagandek sesiqchilikqa to'lgan lalmishlar talab o'ldirib qo'yish ehtimolligi bo'lgan axlat to'ng'i tashlab etmasangiz bo'lmaydigan bo'lib qoldimi?